Opoy! Opoy! Uydamisan? Ha, kel. Eslamisan, omonmisan? Ana qo'shni qishloqdagi asl buvani bor-ku, kampir o'tib qopti. Qachon? Saharda peshinga chiqarishar ekan. Ha, asl buva bor-ku, mana shu kampirini rosa ham yaxshi ko'rardi-da. Qayerga borsam, to'yga boradimi, maraka marosimga boradimi, maylislarga boradimi, faqat mana shu kampir bilan borgan. Nima, asl buva boshqa xotinlari ham bo'lganmi? Bo'lganda asl bova yoshligida katta ish tashlagan. Shahardan 3-4 ta xotin qilib tashlagan, ularga uy ham qilib bergan. Menimcha bola chaqalari ham bor-ku. Shahardagi xotinlarini dokumenti bo'lmagan, dokumenti. Bu buvani anu kampir dokumentalniy bo'lganda, shuning uchun chol dokumentalniy joylarga dokumentalniy xotinni olib borgan.